Har bitta odam o'ziga yarasha orzu, havasi, niyatlari bo'ladi. Itakchi menda ham juda ham katta maqsadlarim, orzularim bor. Shulardan bittasi o'zimning shaxsiy ofisim bo'lib turib, shunaqa balkoniga chiqib, takeaway'ni ichib, turib qo'yishni rosa xohlaganman. Hozir g'alatiroq tuyulsa ham sizlar bilan birgalikda shu chiqib ko'ramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Boshqacha fikrni o'zgartirib yuboraman, ishoningmi? Ko'p vaqt kerak emas. O'sha hamma sizga yomon fikr bildirayotganlarning hammasini fikrini o'zgartiraman. Yaxshi tarbiya bergan ekansiz. O'g'lingizdan o'rganish kerak ekan ota-onaga bo'lgan mehr, hurmatni. O'zgartiraman deganman. Hop, an'anaga binoan endi adamga va onalarimga bu ofisni ko'rsatishim kerak. Ularga kichkinagina sovg'a ham tayyorlab qo'yganman. Bu bahona o'sha narsani ham berib olamiz. Sizlar gram vid ko'madinglar sizlar. Ana olib keldim. Xudo xohlasa. Tortmalar qalay chiqib ko'ring. Birinchisini ochinglar. Voy, bu. Qartaga bo'lmasa namoqchi ekan deb nimaga? Ay, voy. Voy, inson bo'lsin dedingmi? İnşallah to'g'ri yo'lni ko'rsatsin shularga, yaxshi insonlarni yo'liqtirsin. Biz sizlarni duo qilib yuraylik. Shularga o'ynab kulib yashaylik. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davronim keldi, yo'qchiliklari qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim.